Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan obunachilar, taniganlar, bilganlar. Mana 11imiz keldi. Rolovoy chervagini 07'dan qo'yib beramiz. Yechyapmiz. Mana shogird endi turib chiqdi. Bu ishni qilaveradi. Badanda bo'lsa agar. Mana 07 chervaklarimiz. İkkalasi ham yaxshi ekan. Hozir bittasini qo'yib beramiz-da. Bizni qo'llab, quvvatlab, kuzatib turganlarga rahmat deymiz. Obuna bo'lib, like bosib, esdan chiqmasin. Bitgan jarayonlarni ham qo'yamiz, xudo xolasa. Xizmatlar bo'lsa bemalol. Xursand bo'lardim, uni qo'lda qo'yamiz. Dadamlar rahmatli mingan Jiguli. Oldu endi. Laboylarni ham almashtirib beraylik. Ya o'tmadimi u? Mana Yunosh gaplashasanmi? Jigulimizni polni kapремонт qilib beryapmiz. Rolovoylarni almashtiryapmiz. Laboyni almashtirdik mana. Mana shogirdni zo'ra. Chervaklarni yangi qo'ydik. Baqa. Yolonburdagi ishimiz ham bitib qoldi. Chervagini qo'ydik, laboyini qo'ydik. 07 chervak qo'yib berdik. Laboyni almashtirdik mana. Qolganlarni shogirdlar yig'yapti. Tushmadi. Tushmasa-ki. Yo'q, onu. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol. Yunosh endi nima bo'ladi uni? Qo'ldan kelgancha. Kuzatib qo'llab turganlarga rahmat. Sog' bo'lasizlar. Jiguli minadiganlar diqqatiga. Mana kampli gulishitr bor ekan. But-butun aydi. Narxi 70 ming so'm. Mana bunaqa zapchislari ham bor ekan. Cho'log'i kimga kerak bo'lsa, mana orqa gulishitri bo'lmay qolibdi o'zi. Bularni hozir Zuhriddinga olib chiqib temirga sotib olar ekanlar. Kerak bo'lsa ushiga chiqib olaverasizlar agar. Buni gulishitr menda turadi ama. Kerak deganlar kelsalarni qo'yib beramiz, xizmatini olamiz. Mana shu buferlarni ham metallomga topshirib olasizlarmi endi? Mana shu buferlarni ham Zuhriddinga olib chiqib berib yuborishar ekan.